Nuroniylarning qimmatli o'gitlari, hayot saboqlari yoshlarning azmu shijoati bilan birlashsa, jamiyatni rivojlantiruvchi kuchga aylanadi. Ularning hayot yo'llari yoshlar uchun ibrat maktabidir. O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasi tashabbusi bilan Qo'ng'irot tumanida ana shu mavzuda 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Hayotning o'nqir-cho'nqir yo'llarini bosib o'tgan nuroniylarimizning tajribasi, o'gitlari yoshlar uchun ibrat maktabi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yosh avlodni tarbiyalashda ustoz-shogird an'anasiga amal qilish, ustozlarga alohida hurmat ko'rsatish, ularning tajribasidan unumli foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilayotganligi bejiz emas. Shunday ezgu ishlarning amaliy davomi sifatida Qo'ng'irot tumanida bo'lib o'tgan 3 avlod uchrashuvida butun ongli hayotni xalqqa xizmat qilishga bag'ishlagan halol mehnati bilan katta obro'ga ega bo'lgan mehnat faxriylari ishtirok etdi. Ular o'z so'zida bugungi erkin va obod yurtimiz, farovon hayotimiz bularning barchasi davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan o'zgarish va yangilanishlar natijasi ekanligini ta'kidlab, yoshlarni ilmli, bilimli bo'lishga, tinchligimizni ko'z qorachiqdek asrashga chaqirdilar. Yoshlarni ilmga, bilimga degan qiziqishlarini orttirish maqsadida va shuning bilan birgalikda zamonni rivojlantirish uchun, mamlakatni rivojlantirish uchun yoshlarni bunga o'z hissasini qo'shishga chaqirib qolmoqda. Hozirda o'quvchi yoshlarga va yoshlarga ko'pgina imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Zakovat intellektual o'yinlari, bilimdon, yosh kitobxon, ko'rik tanlovlar hammasi prezidentimizning yoshlarga qaratilgan e'tibor hisoblanadi. Bunday ilojlar rayonimizda deyarli har hafta o'tkazilyapti. O'tkazilgandan sabab yoshlarni ruhiy ag'artuvchilik jaqdan hamda ularni vatansuyuvchilikka tarbiyalash, sondayoq g'arizsizlik timsollarini ularning nazarida savlelendirish bugungi bizning basıl maqsadimiz bo'lib hisoblanadi. Hamda rayonimizning qator belsendi yoshlari bugungi uchrashuvdan zavq olib, o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik desak, asra aytgan bo'lmaymiz. Tadbirda faol ishtirok etgan yoshlarga tashkilotchilar tomonidan kitoblar sovg'a qilindi. Konsert dasturidan o'rin olgan jo'shqin kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga o'zgacha zavq bag'ishladi.